نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli azizlar, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uygurcaga tercüme kılgıcı İslam Çakarları Grupsi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinin faziletleri. Onunla en afzal rahmet ve selamlar bolsun. Allah faktor ki u bizni bütün insanlardan artık kıldı. Bizni üzünü tuniş istiqanıdan kanlıqdek soğardı ve bizden peygamberimizin başqurğuçu peygamberlerinin afzali kıldı. Allah onu ümmetten artık kılgan ve bizge ali himmetni inam kılgan vaqtida bizge ey Muhammed ümmeti, sizler insanlar menfaati üçün oturuğu çıkarılgan en yaxşı ümmetsizler dedi. Biz peygamberinin elçiliki berilgen ümmetmiz. Bizning bu elçilikten ayrılıp gidişimiz doğru emas. Allah İslam ümmetini, bütün ümmetler, Allah insanlarning hammasiga tanlagan yo'lda menishi uchun, yo'lni yuritib beradigan mash'alning o'rnida bo'lishi uchun chiqardi. Allah ilgirki ümmetlarni o'zining ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi, namozni ado qilishga, zakot berishga buyurildi. Ana shular, ya'ni ibodat, ixlos, namoz, zakotlar to'g'ri dindir. Sura Bayyina 5-oyat. degan so'ziga bo'ysunib, Allah azza va jalla uchun o'zi to'g'ri yo'lda bo'lishga buyurgan bo'lsa, İslam ümmetiga Allah tuvandagi katta ikki vazifani topshirdi. Birinchi, Allohga ibodat qilish. Alloh taolo mundaq deydi: Allohga ibodat qilinglar. Onunga hech narsani sherik keltirmanglar. Sura Nisa 38-oyatning bir qismi. Bütün insoniyatni to'g'ri yo'lga yetaklash va bütün insoniyatga guvohchi bo'lish. Alloh taolo mundaq deydi: Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga guvohchi bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga guvohchi bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sura Baqara 143-oyatning bir qismi. Mana bu ana shu musulmon ummatining yaxshi bo'lishining siridir. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Sura Ali Imron 10-oyatning bir qismi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qiyomat kuni Nuh alayhissalom chaqiriladi. U: Ey Parvardigorim, men hozir bo'ldim, tayyorman deydi. Alloh taolo: Payg'ambarlikni yetkazdingmi deydi. Nuh alayhissalom: Ha deydi. Ondan Nuh alayhissalomning ummatiga: Nuh sizlarga payg'ambarlikni yetkazganmi deyiladi. Ular: Bizga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmagan deydi. Allah: Sana kim guvohlik beradi deydi. Nuh alayhissalom: Muhammad alayhissalom va uning ummati deydi. Ondan ular Nuh alayhissalomning payg'ambarlik yetkazganligiga guvohlik beradi va payg'ambar sizlarga guvohchi bo'ladi. Ana shu zikr ulug' Allohning tuvandagi oyatida kelgan. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, ya'ni o'tgangi ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sura Baqara 143-oyatning bir qismi degan so'zidir. Ubay ibn Ka'b guvohchi bo'lishinglar uchun degan oyat haqida mundaq deydi: Ular qiyomat kuni kishilarga Nuh alayhissalomning qavmi, Hud alayhissalomning qavmi, Salih alayhissalomning qavmi, Shuayb alayhissalomning qavmi va ulardan boshqalarga ularning payg'ambarlari payg'ambarlikni yetkazganligiga va ularning payg'ambarlarini yolg'onga chiqarganligiga guvohlik beradi. Abul Aliya mundaq deydi: Ubayning qiroatida qiyomat kuni kishilarga shohid bo'lishinglar uchun deb bor edi.
Jabirning hadisida payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ummatlardan qaysi kishi bo'lsin, bizning ummatning qatorida bo'lishni orzu qiladi. Qavmi yolg'onga chiqargan biror payg'ambar bo'lsa, qiyomat kuni biz uning Allohning elchiligini yetkazganligiga va ularga nasihat qilganligiga guvohchi bo'lamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: sizlar Allohning zimindagi guvohchilari, farishtalar Allohdan osmondagi guvohchilardir. Hurmatli qarindoshlar va fazilatli hamshirlar, biz payg'ambar alayhissalomning sahobalari haqida ayrim to'xtalishdan burun payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ummatining fazilatlaridan xushbiroq bir darsni hammanglarga taqdim qilamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: sizlar tuluq 70 ummat bo'lasizlar. Bu 70 ummatning yaxshisi va Allohning nazarida eng hurmatlisi sizlardirsizlar. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: ummatimning misoli yomg'irga o'xshaydi. Uning beshimi yoki oxirimi belgili bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom yana mundoq degan: mening bu ummatim rahim qilingan ummatdir. Uningga oxiratda azob yo'qdir. Uning azobi dunyoda fitnalarga uchrash, yer davrash, o'ltirilish va balo musibatdan iboratdir. Payg'ambar alayhissalom yana mundoq degan: Allah o'z bandalaridan bir ummatga rahim qilishni iroda qilsa, ummatdan burun payg'ambarni qabziroq qiladi-da, uni ummatidan burun jannat uchun saqlab turg'uchi qiladi. Agar bir ummatni halok qilishni iroda qilsa, uning payg'ambari hayot qarab turgan holatda azoblab halok qiladi-da, ummat o'z payg'ambarini xursand qiladi. Balki bu ummat uchun boshqa ummatlarga to'planmagan Allohning rahmatlari to'plangandir. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Alloh taolo mening ummatimga qalbiga vasvasa qilinganni qilmagan yoki so'zlamaganlar bo'lsa, qalbiga kechgan vasvasidan va ular majburlanib qilgan ishlardan o'tibdi. Payg'ambar alayhissalom yana mundoq degan: Alloh mening ummatimni ozg'unlik ustida birlashishdan saqlab qoldi. Payg'ambar alayhissalom yana mundoq degan: Allah her 100 yılda bu ümmetke onun dinini yenilaydigan kishilarni avatidi. Payg'ambar alayhissalom yana mundoq degan: biz 3 ish bilan kishilardan ortiq qilindik. Birinchisi, bizning saflarimiz farishtalarning saflariga o'xshash qilindi. Ikkinchisi, zaminning hammasi bizga masjid qilindi. Suv topolmasak, bizga zaminning tuproqqa tahorat suyi, ya'ni poklig'uchi qilindi. Uchinchisi, Arishning ostidagi qondan Sura Baqaraning oxiridagi bu oyatlarni berildim. Mendan ilgirki hech bir payg'ambarga bular berilmagan edi. Payg'ambar alayhissalom yana mundoq degan: sizlardan burun o'tgan kishilardan hech kimga g'animatlar halol bo'lmagan edi. G'animatlar bir yerga to'planadi. Ondan osmondan o't tushib g'animatlarni yeb ketadi. Alloh taolo bu muborak ummatning umrining qisqaligini nazarda tutib, ilgirki ummatlarga qaraganda ajr mukofotni hassilab ko'p berishi bilan hurmatladi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: sizlarning ajlinglar ilgirki ummatlarga selishtirganda asr namozi bilan kun patadigan vaqtchilik keladi. Sizlar bilan Yahudi nasoralarning misoli bir kishiga o'xshaydi-ki, u kishi bir turkum ishlamchilarni ishlatdi. U kim bir qirat ish haqqi uchun atigandan tushkicha ishlaydi dedi. Shuning bilan Yahudilar ishladi. Ondan u kim bir qiratdan ish haqqi uchun tushdan asr namozi vaqtigacha ishlaydi dedi. Shuning bilan nasoralar ishladi. Ondan u kim ikki qirat ish haqqi uchun asrdan kun patqucha ishlaydi dedi. Sizlar shu kishilar. Shuning bilan Yahudilar va nasoralar ochiqlanib, biz nima uchun ko'p ishlab turib, oz ish haqqi olamaymiz dedi. Alloh taolo: "Men haqqinglardan bir narsani elib qoldimmi?" dedi. Ular: "Yo'q" dedi. Alloh taolo: "Ana shu mening fazlim. Men uni xohlagan kishiga beraman" dedi. Payg'ambar alayhissalom yana mundoq degan: Musulmonlar bilan Yahudi nasoralarning misoli bir kishiga o'xshaydi-ki, u kishi bir turkum kishilarni kechigacha ishlab berishga ijaraga oldi. Ular tushkicha ishlagandan keyin, "Sen bizga shart qilgan ish haqqiga bizning hojatimiz yo'q. Ishlaganimizning haqqi sening bo'lsin" dedi. U kishi: "Unda qilmanglar. Bir kunlik ishinglardan qilib qolganini ishlab, ish haqqinglarni to'liq elinglar" desimi, ular rad qilib ishni tashlab ketib qoldi.
Ondan u yana bir turkum kishilarni ijaraga elib, bir kunlik ishning qolganini qilinglar. Men ular bilan shartlashgan ish haqqi sizlarning bo'lsin dedi. Ular ishlab asr namozining vaqti bo'lganda, ishliginimiz sening bo'lsin. Sen bizga belgilagan ish haqqi o'zingda qolsin dedi. U kishi, unda qilmanglar. Kunduzdan oz qismi qilib qoldi. Desimi ular rad qildi. Ondan u kishi yana bir turkum kishilarni shu kunning qolgan qismida ishlab berishga ijaraga oldi. Ular kunning qolgan qismida ishlab kun patqanda oldingi ikki turkum kishilarning ish haqqini qo'shib to'liq oldi. Ana shu ular bilan ular burundan qabul qilgan narsaning misolidir. Balki zaman oxiri qiyomat yaqinlashganda İsa alayhissalom qayta zaminga tushgandimi, Alloh bu muborak ummatni hurmatlab, İsa alayhissalomni Muhammad alayhissalomning ummatidan bo'lgan kishining kaynidan namoz o'qiydigan qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: İsa ibn Maryam kaynida turib namoz o'qiydigan kishi bizdan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom o'z ummatining qiyomat kunidagi sifati va ahvolining qandoq bo'ladiganligini, hisobining qandoq bo'ladiganligi qatorliqlarni bayon qildi va ularning jannat ahlining ko'pinchisi bo'ladiganligini bayon qildi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Mening ummatim qiyomat kuni tahoratning ta'siridan tahorat olgan a'zolari nurli holda chaqiriladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Biz bo'lsak ummatlarning oxiri, hisob ilinadigan kishining afzalimiz. Qiyomat kuni ummi, savossiz payg'ambarning ummati nada deyiladi. Biz dunyoga kelishda oxirgisi, hisob ilinishda avvalidurmiz. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Mening ummatimdan 70 ming yoki 700 ming kishi o'z ara qo'l tutishgan holda jannatga kirdi. Ularning oxiri kirmay turib, avvali kirmaydi. Ularning yuzi oy to'lgan kechadagi tulun oyga o'xshaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana mundaq degan: Menga ummatimdan 70 ming kishi berildi. Ular jannatga hisobsiz kirdi. Ularning yuzi oy to'lgan kechadagi tulun oydek, qalblari bir kishining qalbidek bo'ladi. Men Alloh azza va jalladan texmo ziyoda qilib berishini so'ragan edim. U menga har bir kishining baravariga 70 mingni ziyoda qilib berdi dedi. Yana bir rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Menga Alloh azza va jalla ummatimdan 70 ming kishini hisobsiz va azobsiz jannatga kirgizishni va'da qildi. Har bir kishi bilan 70 ming kishi va Rabbimning uvushlaridan 3 uvuch kishi bor. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qaysi bir ummat bo'lsa, ularning ba'zisi do'zaxda, ba'zisi jannatda bo'ladi. Lekin mening ummatimning hammasi jannatda bo'ladi. Ya'ni kimki tavhid ustida o'lsa, garchi cho'ng gunoh o'tkazgan bo'lsa-mu, oxiri boradigan joyi jannat bo'ladi. Aksicha Mu'tazila mazhabidagilar cho'ng gunoh o'tkazgan kishi do'zaxda mangu qoladi deb qaraydi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mening ummatim degan so'zi bilan tavhid ahlini ayrim tilga olgan. Aniqki mushrik, Allohga shirk keltirguchi va murtad islomdan yenib olguchi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ummatidan emasdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Jannat ahli 120 sap bo'ladi. Bulardan 80 sap mening ummatimdan, 40 sap boshqa ummatlardan bo'ladi. Kashki biz islom ummatining qadr-qimmatini sahobalardek bilalisak edik. Ular butun dunyoga ega bo'lgan. Allah ularni dunyoning qaysi joyida bo'lsa aziz qilgan edi. Mana mahluqotni yaratgan Alloh azza va jalla bizni shu ne'matni bilishga, uning ustida mustahkam turishga va uning ustida o'lishga chaqirdi. Alloh taolo mundaq deydi: Ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilan vafot bo'linglar. Sura Ali Imron 102-oyat. Tuvandagi she'rni o'qigan kishi nima degan rost aytgan ha? Ega bo'ldik bu dunyoga ko'p zamonlar, bo'ysundirdi uni o'lmas shu ajdodlar. Nurdan bo'lgan sahifalar qoldirdik biz, egam bizni jazolasa gumrohlikdan. Bosh egimiz haq oldida biz xorlikdan. To'g'ri yo'lga xavib kelsa qalb yig'lar. Bu zulmdan qaysi bir kun ko'z yumilar. Bir zamonlar bino qildik qabrida mulk, kuchaytirdi uni yoshlar irodalik. Bu yigitlar bo'ysundirdi katta yo'llar. Tunimaydi islomdan hech boshqa dinlar. Islom ularni parvish qilgan ham o'stirgan. Dunyoda buyuk bayroqsan shoxlar tutgan.
Varan turun kötürülse chetga o'tar. Tugullar ham qo'rg'onlarni buzib tashlar. Bu yigitlar kechalarga yem bo'lmagan, dushmanlarga yurtlarini topshirmagan. Kechqurunlar ko'rar bo'lsang obid ular, haqdan qo'rqib kechalari sajda qilar. Ana shundoq qildi islom bu xalqimizni, ixlosman hur omonatlik yigitlarni. Ko'rinmaydi mening xalqim bu karvonda. Yaşıgandı barcha bo'lib shu yillarda. Zaman so'rar, nerede qoldi musulmonlar? Bu so'z meni ham hurlarni alam qilar. Sen o'ylamsan, o'tmish degan kelar qaytib, shu o'tmishni ko'p sig'ing'ach ketdim erib. Tinch qo'yinglar meni yolg'on orzulardan. Orzu faqat iboratdir gumonlardan. Elif kelinglar menga iymon nurlardan. Kuchaytinglar vujudimni jazmiyatdan. Yo'lib olaman tog'larni men qo'lni suzib, ulug' bo'lay inoq bo'lib, qat'iy bo'lib. İslam ne'matini berganligi uchun boshdan oxir Allohga hamdlar bo'lsin. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetli anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerni büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالي.